Xudo xolasa keyingi o'quvchimiz oldingi test ekzamini o'tdi, bugun testlardan o'tib ketdi. Zafarбек do'stimiz. Hammaga assalomu alaykum. Buni Avtotest Pro'ga kelib tayyorlandik. 1 oylik nesidan yozib edik. Bo'sh vaqtlarimda kelib tayyorlandim. 10 kun davomida shu yerga kelib bo'sh vaqtlarimda tayyorlandim. Короче, Avtotest Pro'ga kelasizlar, ustozlarning aytganini qilasizlar, testga borasizlar, qaytasizlar degandek gap. Rezultat gapirgandek, mana Ko'cha o'ylaymiz, 11-da testdan o'tgan, 13-da testlardan o'tgan. Tabriklaymiz. rahmat. Hammaga tavsiya qilamiz. Avtotest Pro'ga kelinglar, ekzamendan quvonib chiqib kelinglar. Birinchi boshlashda shunday Zafarбекka o'xshab hammani o'z nasib etsin. Kimni testga tayyorlansa, har qanday savol oldi, Avtotest Pro'ga. Mana birdagi manzil, ko'rgan shukrlan testda turaver, Shabiyam sanadingizda, ham mustaqil tayyorlanib bo'lsa, Avtotest Pro ilovasidan foydalansa bo'ladi. Zafarбек do'stimga o'xshab hammani shu yerda topshiriq qog'ozlar bilan quvonib kelish yetarsan. Hammaga rahmat.